Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Bizlarni kuzatib turgan aka-ukalar. Biz mana yana navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Quva tumani Mehnatobod qishlog'iga olib kelib o'rnatib berdik. Bu darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, darvozamizni eni 4 metr 2 qanat qilib berdik. Bo'yi 3,5 metr. Mana tevasiga havo o'tib tursin deganlarga o'sha lazerda o'ydirib, reshetkalarni qilib berdik. Ketgan materiallar darvozamizning stoykasiga 12 ga 8 qo'yib berganmiz. Tagiga shivillar qo'yib berdik. Darvozamizning ramasi chekkasidagi ramasi 8 ga 4 qalindan, ichlari 6 ga 4. Bular ham qalindan. Listimiz akalar 1.8 list. Kraskasi mana akalar Hammer kraska. Darvozamiz 1 kvadrat metrini 900 ming so'mdan olib kelib ustanovka qilib berdik. Mana zamogimiz akalar zubr zamog. Darvozamiz orqa taraflarini ham ko'rsatamiz. Mana darvozamiz orqa tarafi. Darvozamizni ochilib turganlarini ham ko'rsatib o'tamiz akalar. Akalar mana darvozamizni ham ochib oldik. Ochilib turgan holatlari. Hoji bobomni qo'llariga o'rnatib berdik. Ma'qulmi hoji bobo darvoza? Ma'qul, yaxshi. Kelar mana. Darvoza kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida. Aloqaga chiqaverasizlar. Dostavka ustanovkasi ichida sog' bo'lasizlar akalar.